hayotimizdagi eng katta ilhom va mehr manbai. Ularning mehri cheksiz va hurmati beqiyos. Onam men uchun emas, men onam uchun yashayman. Onamning bolam degan so'zi har bir og'riqqa davodir. Hayotimdagi eng katta sovg'a bu onamning nafasidir. Onam kulsa, dunyo ham chiroy ochadi. Onamning qo'lida ulg'aygan yurak hech qachon sovimaydi. Baxt onamni quchoqlab sizni sevaman deyishdir. Onamning duosi hayot yo'lidagi eng yorug' chiroq. Onam bor joyda jannatning nafasi bor. Hech kim onadek yurakdan sevolmaydi. Onamga qarasam, sabr nima, mehr nima bilaman. Onam uchun qilgan kichik yaxshilik mening eng katta amalim. Onam hayotimning asosiy sababi. Onam mening Ka'bamdir. Ona bu hayotimizdagi eng buyuk ne'mat. Uning bir tabassumi yurakka tinchlik, bir duosi esa butun umrga baraka baxsh etadi. Onani qadrlang, chunki u aytmas mehrning yagona manbaidir.